Bugün biz halk deputatlar yangi shahar kengashi sessiyasi orqali keltirilgan masalalarni ko'rib chiqishga yig'ildik. Bugungi sessiyamizda halk deputatlar yangi shahar kengashiga saylangan 20 nafar deputatdan 17 nafar ishtirok etmoqda. Saylangan deputatlar hisobidan kvorum yetadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-16-yildagi 46 sonli farmoniga muvofiq 19-sessiya ishimiz shahar hokimligining Facebook sahifasida to'g'ridan-to'g'ri jonli shaklda uzatiladi. 7-shahar Xalq deputatlari yangi shahar kengashining navbatdagi 19-sessiyasini ochish to'g'risida kimga qanday takliflar? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilamiz. Hurmatli deputatlar, avvalambor biz sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. Sessiya kotibi 9-bobur saylovi o'tkazilgan deputat Sultonova Surayyo Hasanovani saylash taklifini kiritadi. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa taklif qilingan nomzodga ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar yo'q. Tasdiqlanadi. Deputat Sultonova Surayyo Hasanova sessiya kotibi etib saylandi. Marhamat, o'z ishingizni boshlashingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, hurmatli deputatlar. Barchangizning xabaringiz bor, muhtaram prezidentning rahbarligida buning uchun jinoyatchilikka qarshi kurash tizimini tubdan yaxshilash davlat siyosatining ustuvor vazifasi sifatida belgilanib, bu borada amaliy ishlar olib borilmoqda. Bilasiz, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish jamiyat barqarorligi, xavfsizligi va farovonligi uchun juda muhim. Bu nafaqat shaxsiy xavfsizlikni ta'minlash, balki iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Jinoyat kamaysa, odamlar o'zini xavfsiz his qiladi, jamiyatda yashash qulaylashadi, qoidalarga rioya qilish odati shakllanadi va fuqarolarimizning qonunga bo'lgan ishonchi oshadi hamda investor va tadbirkorlar uchun qulay muhit yaratiladi. Shu sababli muhtaram prezidentimizning 3-yanvar 2025 yilda O'zbekiston Respublikasi mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 1-sonli hamda respublikada kriminogen vaziyatni kundalik tahlil qilish faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 111-sonli qarorlar qabul qilindi. Qo'shma qarorga asosan har bir mahallada huquqbuzarliklarni erta oldini olish, kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha yangi mexanizm joriy etilib, prokurorlar rahbarligida shahar prokuraturasida idoralararo muvofiqlashtiruvchi shtab faoliyati yo'lga qo'yildi. Hurmatli deputatlar, ushbu yo'nalishda qilingan amaliy ishlar haqida qisqacha axborot bersam. Joriy yilning o'tgan 9 oy davomida shahar prokuraturasi tomonidan qonunchilikni ta'minlash va jinoyatchilikni oldini olish borasida 117 ta tekshirish va tahlillar o'tkazilib, natijasiga ko'ra 409 ta prokuror nazorat hujjatlari qo'llanildi. Xususan, protest keltirish yo'li bilan 174 ta qonunga zid huquqiy hujjatlar bekor qilindi yoki qonunga muvofiqlashtirildi. 99 ta taqdimnoma kiritish orqali aniqlangan qonun buzilishini holatlarini bartaraf etish choralari ko'rildi. 9 nafar mansabdor shaxslar va fuqarolar qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik haqida yozma ravishda ogohlantirildi. Sudlarga 4 ta da'vozalar kiritildi. Qabul qilingan qarorlar va taqdimnomalar bo'yicha 175 nafar shaxslar intizomiy va ma'muriy javobgarlikka tortildi. Qo'pol qonun buzilish holatlari yuzasidan 10 ta jinoyatchilar qo'zg'atildi.
yetkazilgan moddiy zararlarni undirish yuzasidan sudlarga 801 million so'mlik da'volar zarari kiritildi. Shuningdek, 156 nafar shaxslarning buzilgan huquqlari tiklandi. Mahallalarning choraklik manzilli tadbirlar yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Ushbu yo'l xaritalari ijrosi yuzasidan mahallalarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish va jinoyatlarning issiq izidan fosh etish maqsadida 1-3 chorakda, ya'ni 3 chorakda aholi mavjud joylarga va ko'chalarga 430 ta video kuzatuv kameralari, ko'p qavatli uylarning hovlilariga 14 ta PTZ kameralari, mahallalarning asosiy kirish joylariga 70 ta, savdo markazlari yoki bozorlarga 35 ta, yuzma va avtoraqamni tanib oluvchi kameralar, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarining kirish chiqish joylariga 25 ta PTZ kameralari, ko'p qavatli uylarning eshiklariga 25 ta tashvish tugmalari o'rnatildi. Maktablarning ochiq sport maydonlariga 14 ta PTZ kameralari o'rnatildi, 75 ta namunaviy xavfsiz ko'chalar va 195 ta namunaviy xavfsiz yo'laklar tashkil qilindi. Jami barchasini qo'shganda 584 ta kameralar o'rnatildi. Bulardan 200 dan oshig'i Qalqon dasturiga kiritib, markaziy kuzatib turish belgisiga, situatsion markaziga ulandi. Ulash bo'yicha ishlar davom etmoqda. Shuningdek, 655 ta obyektlar va 777 ta xonadonlar qo'riqqa olindi. Mahallalarda fuqarolarni ogohlikka chaqiradigan hudud kamera nazorati ostida, obyekt qo'riqlovida, xonadon qo'riqlovida kabi jami 200 ga yaqin stikerlar joylashtirildi. Shuningdek, mazkur qaror ijrosini ta'minlashda sustkashlikka yo'l qo'ygan 20 nafar mas'ullarning insomiy javobgarligi masalasi hal etilib, aniqlangan qonun buzilishi holatlarini bartaraf etish bo'yicha 5 ta taqdimnoma prokuror nazorati hujjatlari qo'llanildi. Shaharda tezkor tergov organlari tomonidan jami 40 ta jinoyatlar tezkor fosh etilishi, 32 ta bedarak yo'qolgan shaxslarning topilishi ta'minlandi. Ochilmagan jinoyatlarni fosh etish hamda qidiruvda bo'lgan shaxslarni ushlashga qaratilgan tadbirlar ustidan prokuror nazoratini kuchaytirish choralari ko'rilib, 34 ta tezkor izlov yig'majildlar hamda 9 ta tezkor qidiruv yig'majildlar yuritilib, ular bo'yicha yozma ko'rsatmalar berib kelinmoqda. 230 nafar muqaddam sudlanganlar, 10 nafar ma'muriy nazoratga tutilgan shaxslar, 130 nafar spirtli ichimlikka ruju qo'yganlar va jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan boshqa shaxslar, shuningdek qidiruvda bo'lgan fuqarolarning yaqin qarindoshlari bilan manzilli profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Yaqin qarindoshlar rivojlantirildi. Amalga oshirilgan tadbirlar natijasida joriy yilning 3-choragida sodir etilib fosh etilmasdan qolgan 67 ta jinoyatlarning 6tasi ochildi. Qidiruvda bo'lgan 6 nafar shaxslar ushlandi. Surishtiruv, dastlabki tergov va jinoyat qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar faoliyati ustidan qat'iy prokuror nazorati o'rnatilib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning 3 ta muvofiqlashtiruvchi kengash yig'ilishlari o'tkazildi. Ichki ishlar va surishtiruv organlari tomonidan tergov qilingan
tuzatishda 108 nafar shaxsga nisbatan 82 ta jinoyat ishlari o'rganilib, sudlarga yuborildi. Jinoyat ishini tugatish haqidagi 4 ta qarorlar bekor qilindi. Zarur protsessual harakatlarni o'tkazish to'g'risida 82 ta yozma ko'rsatmalar berildi. Jinoyat ishini qo'zg'ashni rad etish to'g'risidagi 34 ta qarorlar bekor qilindi. Shundan 4tasi bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Faoliyatda yo'l qo'yilgan kamchiliklar uchun huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning 5 nafar xodimlari intizomiy javobgarlikka tortildi. Bevosita prokuratura tomonidan 29 ta jinoyat ishlari yuzasidan tergov o'tkazilib, 33 nafar shaxslarga nisbatan 21 ta jinoyat ishlari sudlarga yuborildi. Jinoyat oqibatida yetkazilgan 3 milliard 399 million so'mlik zararlar undirildi. Hurmatli deputatlar, jinoyatlarning oqibatlari bilan emas, ularning sabablari bilan go'zallikka imkon berayotgan shart sharoitlarni bartaraf qilishni ustuvor vazifa deb sizlar bilan birgalikda harakat qilamiz. Buning uchun har bir mahalla xonadon bo'yicha shu huquqbuzarlik omillarini aniqlashga e'tiborimizni kuchaytiramiz. Jinoyat sodir etgan va bunga moyilligi bor fuqarolar bilan suhbatlar o'tkazamiz. Buzarlik va jinoyatchilik sababchi bo'layotgan oilaviy, ijtimoiy, moddiy va psixologik muammolarni hamkor tashkilotlarimiz bilan birgalikda hal qilishga hamda har bir fuqaroda jinoyatchilikka qarshi immunitetni bolalikdan shakllantirishga alohida e'tibor qaratamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Marhamat, ma'ruzachi qanday savollaringiz bor? Marhamat. Suaplar qayerdan suv chiqayotganini bilish uchun ochgan. U temizlikni suv bergandan keyin to'lqagan va bolachalar aynan shom paytida borib o'ynab tushib ketdi. Yaxshi qizchaga hech narsa qilmadi. Qizcha yaxshi bo'lguncha men o'zim ishtirok etganimiz. O'sha joyga men ichki ishlarga kelmadi. Ichki ishlarga xabar chiqargan. O'zini taklif qildilar. Nima o'rnatish kerak? Tungi chiroq, kamera o'rnatish kerak. O'sha joyda boyagi suv chiqqandan keyin erib ketib kattalarning ham bittasi nima boya ucharlar kelsa mashina bilan boradi. Shuni oldini olish uchun kamera qo'yishga, tungi chiroq qo'yishga yordam bera olasizmi? Bera olamiz. Albatta haligi 4-chi chorak yo'l xaritasi tuzilgan. Yo'l xaritada bizga mahalliy byudjetdan mablag' ajratilgan, markaziy manbalardan mablag' ajratib ketilyapti. Shu bo'yicha ro'yxatga kiritib, agar o'sha haftaliklarni anaqasini keltirib chiqarayotgan bo'lsa, kiritamiz. O'sha xatis nusxasini bizga o'tkazib bersangiz, Doniyorga berdik, Doniyor o'tkazib beramiz. Yo'q, shug'ullanamiz. Keyin mana o'tgan safar bergan natijalarimiz bo'yicha soliq masalasida o'tkaligi beruvdi. 2021-yilda qarzi chiqib qolyapti. Bu bilan hali shug'ullanyapmiz. Soliq qo'mitasiga bog'liq masala ekan. Adashmasam 200 milliondagi pul platformasi ularda xatolik bo'lib, bizdan qaytarib berib oxiriga yetgandan keyin kengashga axborotni kiritamiz. Qo'mita bilan bog'liq bo'lgani uchun cho'zilyapti. Hozir viloyat boshqarma rahbari ham, shahar rahbari ham shug'ullanyapti. O'shani oxiriga yetkazib, o'sha programmada ko'rinmaydigan bo'lgandan keyin axborotni beramiz. Marhamat. Aynen qaysi toifalar bizda har bir tekshirish, har bir tekshirish, jinoyatlarni tergov qilish hamda fuqarolarning murojaatlarini hal qilishda bu yerda
buzilgandan keyin murojaat qiladi murosa qilish o'rniga, yo ish haqini ololmaydi, yoki u noto'g'ri jazolangan bo'ladi o'sha rahbariyat, yo noto'g'ri ishdan bo'shatilgan bo'ladi. Biz faqatgina o'shani huquqini buzilgandan keyin, ishdan noto'g'ri bo'shatilgan bo'lsa, ishiga tiklanganda yoki mehnat haqini ololmayotganda, mehnat haqini olganda, yo nohaq insoniy javobgarlikka, yo nohaq ma'muriy javobgarlikka tortilganda, o'sha oqibatlarni bartaraf qilganimizda biz protest keltirish yo'li bilan misol uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan asossiz misol farzandim ko'chada yurganim uchun meni asossiz ichki ishlar xodimi meni proyekt bilan ma'muriy javobgarlikka tortdi ko'chada yurganim uchun deganda biz protest keltirish yo'li bilan asossiz bo'lgan qarorni bekor qilib, bu fuqaroni o'sha ma'muriy javobgarlikni qarorini bekor qilganimizda tiklangan sifatida kiritamiz. Xuddi shunday holatlar. Hokimiyat yana savollar bormi? Rahmat. Hurmatli deputatlar, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Ovozga qo'ying. Qaror loyihasi hozir qarshilar yo'q, bekor qilingan. Rahmat. Kun tartibidagi ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7-martdagi oila va xotin-qizlarning tizimini qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 87 son farmoni ijrosi bo'yicha shaharda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan so'zni shahar hokimining o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Beknazarov Barnom ma'qullaydi. Aynan shu ishlarni qisqacha sizlarga ta'minlamoqchiman. Bugungi kunda shahrimizda 48 ming oshiq aholi istiqomat qilayotgan bo'lsa, shu 23 mingdan oshig'ini, ya'ni 22%ni xotin-qizlarimiz tashkil etadi. Aynan mana shu qaror va farmoyishlarga asosan yoritilgan ayollar daftariga 6-bosqichda 1383 nafar ayollarimiz kiritilgan bo'lib, ularning 609 nafarini bandlik ta'minlandi, 209 nafari tadbirkor qilish uchun hududlar ajratildi. Ish o'rinlari yaratilgan bo'lsa, 81 nafar boquvchini yo'qotgan, 324 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, 1 nafar joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar va shu bilan birgalikda 73 nafar nogiron farzandi bo'lgan xotin-qizlarimiz uchun eng kam shartli barobar miqdorda moddiy yordamlar, shu bilan birgalikda tibbiy yordam, psixolog yordam ko'rsatildi. Shaharimizda joriy yilda xotin-qizlarni bandligini ta'minlash va ularni tashkilotda o'qitish bo'yicha ham qator ishlar amalga oshirilgan bo'lib, Prezidentimizning 103-sonli qarorlariga asosan mana shu 1-oktyabr holatigacha Sayxonobod tajribasi bo'yicha 407 nafar xotin-qizlarimiz kasblarda o'qitilgan bo'lsa, tadbirkorlik va moliyaviy soatxonlik bo'yicha 577 nafar xotin-qizlarimiz bilim oldi. Shularning 414 nafar ishga joylashtirilib, 660 nafar qizlarga kredit ajratildi. Shu bilan birgalikda Lidiya tadbirkor ayollarimizga 157 nafar xotin-qizlarimiz kiritilgan bo'lsa, 78 nafar xotin-qizlarimiz hunarmandlarimizga berildi. Shu bilan birgalikda Prezidentimizning 41-sonli qaroriga asosan og'ir vaziyatdagi mahallalarimizda 564 nafar xotin-qizlarga 1 martalik moddiy yordam uchun 846 million so'm mablag' ajratildi. Va shu bilan birgalikda tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan xotin-qizlarimizga ambulator ko'rinishda va g'oya miqyosida tibbiy yordamlar ko'rsatildi. 12 ta mahalla fuqaro yig'inlarida jami 80 marotaba oilaviy zo'ravonlikka qarshimiz, xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilamiz mavzularida ichki ishlar bo'limi, mahalla uyushmasi va boshqa hamkor tashkilotlar bilan davra suhbatlari o'tkazildi.
qilishni oldini olishga doir tadbirlar bo'yicha mahallalarımızda 45 marotaba uchrashuvlar o'tkazildi va 12 ta mahallalar yig'inlarida har birida 106 marotaba salbiy holatlarni oldini olish maqsadida tushuntirish ishlari olib borildi. Shaharda mavjud 81 nafar nizoli oilalar bilan shahar tuman hokimlari, oltinoylar va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyalaridan birgalikda oilalarni doimiy nazoratga olish va kelgusida salbiy holatlarni oldini olish maqsadida vakillar bildirib, oilalarni yarashtirishga erishildi. Ajrim yoqasiga kelib qolgan va nizoli oilalarning nizo sabablarini aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyalaridan birgalikda olib borilgan ishlar natijasida 2024-yilga nisbatan 2025-yilda 7 ta oilaviy ajrimlarimizning 7 ta kamayishiga erishildi. Albatta bu o'rnanib qolib emas. Xuddi shuningdek 210 nafar ta'zir va zo'ravonlikdan jabrlangan va himoya o'rniga olgan xotin-qizlarimizni yakka tartibda va zo'ravonlik qilishga moyil bo'lgan shaxslardan alohida tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borildi. Yangi shahrida 10 oy davomida 12 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida jami 406 nafar xotin-qizlarimiz yashab joyidan uzoq muddatga chiqib ketganligi aniqlandi. Ushbu 406 nafar xotin-qizlarni vatanga qaytarish va oila a'zolari va ularning farzandlari bilan amaliy ishlar olib borish uchun bir qator ishlar ko'rildi. Jumladan, migratsiyada yurgan 406 nafar xotin-qizlarning 161 nafarining oilasi to'liq o'rganib chiqildi. Shu bilan birgalikda 68 nafarni vatanga qaytarish chorasi ko'rilgan bo'lsa, 13 nafarning norasmiy migratsiyaga chiqib ketishini oldinib, ularning rasmiy migratsiyaga chiqib ketish uchun amaliy yordamlar ko'rsatildi. 21 nafar xotin-qizlarning hozirgi kunda yangi shahardan butunlay boshqa hudud yoki xorijga ko'chib ketganligi aniqlandi. 161 nafar o'rganilgan oilalarning 18 nafariga huquqiy, 30 nafariga psixologik, 35 nafariga tibbiy, 20 nafariga turli xil turdagi moddiy yordam va 1 nafarning farzandi maktabga qaytarildi. 24 nafar oilaning farzandi to'g'rilikda jalb qilingan, 14 nafar oilaning ishsiz oila a'zolari ishga joylashtirilgan, 18 nafarni esa tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida kredit ajratish uchun amaliy yordamlar ko'rsatilgan. Bundan tashqari, migratsiyaga yurgan ayollarimiz bilan har kunlik yuzma-yuz suhbat jarayonlari yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda ham Zoom orqali har kuni migratsiyaga yurgan xotin-qizlarimiz bilan muloqotlar o'tkazilib, ularning muammolari o'rganilmoqda va muammolari bo'yicha amaliy yordamlar berib kelinmoqda. Bu ma'lumotlar shundan iborat. Marhamat, hurmatli deputatlar, ba'zi qanday savollar bor? Savollar yo'q, tushunarli. Rahmat. Arzashga savollar bo'lsa, hurmatli deputatlar, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar tasdiqlanadi. Rahmat. Yuqoridagi uchinchi masala, ya'ni yangi shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan foydalanish to'g'risida so'zni Inson ijtimoiy xizmatlar markazi rahbari Umarova Yulduz Sherobovga beradi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Xabaringiz bor, prezidentimizning aholi ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish, tartib-qoidalarini takomillashtirish to'g'risidagi Yaponiya Tezkor farmoni tizim kuchi bandi ijrosini ta'minlash maqsadida ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qo'llab-quvvatlash va ular uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish maqsadida infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan joriy yilning oktyabr oyida quyidagi maqsadda foydalanish taklifi bilan murojaat qilindi. Navro'zobod mahallasi Vatan ko'chasidagi ko'p qavatli uylar atrofida yashil maydonchalarni tashkil etish, ushbu loyiha uchun 30 million so'm mablag'ni, shaharda nogiron yoshlarni bandligini ta'minlash va moliyaviy imkoniyat yaratish bo'yicha inklyuziv ijtimoiy loyihasi chorasini ta'minlash maqsadida
Yangi shahar Prezident mahallesida istiqomat qiluvchi ikinci guruh nogironlik bo'lgan Safarqul va Yulduz Jo'raqulovlarni ushbu ijtimoiy loyihani ishga tushirish uchun 35 million so'm mablag'ni, uchinchidan nogironligi bo'lgan inklyuziv ta'limga jalb qilingan 5 nafar bolalarimizga eshitish moslamasi uchun 35 million so'mni, bu taklifni kiritganimiz bizda inson markazi tomonidan inson markazi asosida 4 darajali eshitish uchun ajratiladi. Bu bolalar tashxisi to'g'ri kelmaganligi sababli mablag' talab qilingan. Shuning uchun bolalarni ta'limga jalb qilish maqsadida ularga eshitish moslamasi berilsa, ta'limga qaytadi. Yana bolalar nogironligi bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida esa ko'zi zaif eshitib ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan milliy maskan maktabida tahsil olayotgan bir nafar Muhammadjon Husan Bahodir o'g'lini chet davlatga xalqaro mental arifmetika olimpiadasi musobaqasiga borib kelish uchun yo'l xarajatini qoplash uchun esa 10 million so'm mablag'ni taklif qilib beramiz. Qisqacha shu. Rahmat. Hurmatli deputatlar, qanday savollar faollar qatnashdi? Tushunarlimi hammasi? Rahmat. Aruzda mahallasiga yaxshi bo'yicha murojaat qilib qanday tanlab olindi mahalla? Navzor mahallasi 23 ta vatan ko'chasida 23 ta uylar mavjud. Ushbu xonadonlar asosan imtiyozli kredit asosida arzon namuna zonalar bo'lib, bu yerda aholi himoyaga muhtoj qadamlari juda ko'p odam istiqomat qilganligi uchun bu yerda yangi qurilish bo'lgan, atrofida mashina maydonlari yo'q. Shu sababli qulaylik yaratish maqsadida sharoitlarga nizomlarida bormi? infratuzilma ijtimoiy aholi jamg'armasi mablag'lari shu mavzuga tushadi. Taklifini inson markaziga yo'llaydi. Menga shu savol paydo bo'lib javob berdim. Shu savolga jamg'armani nizomiga tushadimi degan masala paydo bo'ldi. Rahmat. Oldingi yillarda ham chiqargandik, ayrim qismlarni mana shu tarafda yilda chorakda bir maqsad o'sha atrofni yashil maydonga aylantirib, ekologik tozalik shunday bu mavzuda infratuzilma ekologiya uchun ham Hurmatli deputatlar, qarorlarda sizlarga tarqatilgan tasdiq berishlar hozir qarshilar yo'q, betaraf tasdiqlangan. Hurmatli deputatlar, kun tartibida 5-chi masalalar, ya'ni shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lari hisobidan mablag'lar ajratish to'g'risida yangi shahar mahalliy byudjetining 2025-3 oy daromadlari va xarajatlarining ijrosi to'g'risida so'zni shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Xudoyqul Dilshod Abdullohov chiqaradi. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari, sessiya ishtirokchilari. Demak, bugun qisqacha shahar mahalliy byudjetining 2025-yil 9 oylik ijrosi to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Demak, shahar mahalliy byudjetining 2025-yil 9 oylik daromadlar rejasi quyidagicha belgilangan edi, ya'ni 36 milliard 997 million so'mni tashkil qilgan. 9 oylik natijalarga ko'ra 40 milliard 625 million so'm soliq boshimiga tenglashtirilgan to'lovlar bo'yicha tushumlar undirilgan bo'lib, rejaga nisbatan 109% ga bajarilgan. Ushbu tushumlarni soliq turlari kesimida tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, asosiy katta tushumlar bu jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soliq hisobidan kelib tushgan mablag'lar hisoblanadi. Bundan tashqari mahalliy byudjetga belgilangan tartibda aylanmadan soliq yoki tadbirkorlar bilan shug'ullanayotgan shaxslar uchun qat'iy belgilangan soliq
yuridik shaxslarning mol-mulkiga va yeriga soliq, jismoniy shaxslarning mol-mulki va yeriga soliq, suv resurslaridan foydalangan soliq kabi bir qancha soliq turlari bo'yicha tushumlar amalga oshiriladi. 9 oylik yakun natijalari bo'yicha xarajatlar tahlil qilinganda 9 oy mobaynida 47 milliard 528 million so'm miqdorida mahalliy byudjetdan aniqlangan rejasi ma'lum bo'lgan. Shu davrga mobaynida 44 milliard 630 million so'm miqdorida kassa xarajatlari amalga oshirilgan. Xususan ushbu amalga oshirilgan xarajatlarni 14,5 milliard qismi ma'rif sohasiga, 13 milliard qismi esa iqtisodiy xarajatlarga, xususan obodonlashtirish boshqarmasi va uni saqlab turish xarajatlariga, ichki yo'llarni ta'mirlash xarajatlariga, veterinariya bo'limi xarajatlariga kabi xarajatlar amalga oshirilgan. Davlat boshqaruv organlarini saqlab turish xarajatlari uchun 8 milliard 11 million so'm miqdorida pul mablag'lari kassa qilingan. Fuqarolar tashabbusli jamg'armasi mablag'lari uchun esa 6,5 milliard so'm miqdorida, ya'ni yillik rejaga nisbatan 109% ga oshiqcha miqdorida kassa xarajatlari amalga oshirilgan. Boshqa turli xarajatlar uchun 1 milliard 268 million so'm, shahar hokimligi qoshidagi zaxira jamg'armasi mablag'lari xarajatlari esa 645 million so'm miqdorida tashkil etgan. Sizlarda o'z-o'zidan savol tug'ilishi mumkin. Daromadlar rejasida ko'zda tutilgan mablag'larga nisbatan xarajatlarda ko'proq kassa xarajati amalga oshirilgan degan fikr ham tug'ilishi mumkin. Bunday kassa xarajatlari yuqori turuvchi byudjetdan berilgan mablag'lar hisobiga ko'paygan. Chunki xabarlaringiz bor, viloyat daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan ko'plab tadbirlar uchun pul mablag'lari ajratib berilgan. Viloyat xalq deputatlari kengashi tomonidan shahar obodonlashtirish sohasini rivojlantirish uchun shuni hisobiga biroz kassa xarajatlarimiz daromadlarimizga nisbatan ham oshiqcha. Demak, ikkinchi masala, bugun 9 oy yakunlari bo'yicha Yangiyer shahrida ochiq byudjet axborot portali orqali birinchi, ikkinchi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. 2025 yil birinchi mavsumida jami 80 ta taklif qoldirilgan. Qoldirilgan takliflarni mezonlarga muvofiqligi hamda tadbirlarni amalga oshirish imkoniyatlari o'rgangan holda shahardagi maxsus komissiyaning xulosasiga asosan 66 ta taklif tanlab olingan va ovoz berishni tashkil etish uchun ochiq byudjet jarayonlarida yakunlariga ko'ra Yangiyer shahrida jami 9 ta takliflar g'olib deb topilgan. Shundan bitta taklif xarid bilan bog'liq, 8 ta taklif qurilish loyihalash ishlari bilan bog'liq xarajatlarni amalga oshirish uchun yo'naltirilgan. Loyihalarning umumiy qiymati 4 milliard 483 million so'm bo'lib, shundan qurilish bilan bog'liq xarajatlarga 4 milliard 257 million so'm, xarid qilish bilan bog'liq xarajatlarga 226 million so'm tashkil qilgan. Xalq deputatlar kengashining 27 mart 2025 yildagi qaroriga asosan ushbu xarajatlar tasdiqlangan va hozirgi kunga qadar ushbu xarajatlar amalga oshirilib, birinchi mavsum bo'yicha yakuniy ishlar amalga oshirish jarayonida loyihalarimiz tugash arafasida. Endi shahar mahalliy byudjetining ikkinchi mavsumida g'olib deb topilgan loyihalar uchun yetishmayotgan mablag'lar uchun mablag' ajratish to'g'risida taklif kiritib o'tmoqchiman. Xususan shahar hokimligi qoshida ochilgan fuqarolar tashabbuslar jamg'armasi mablag'lari hisobidan Xalq deputatlar kengashining 17 sentyabrdagi qaroriga asosan ochiq byudjet axborot portalida 2025 yil ikkinchi mavsumda g'olib deb topilgan Binokor mahallasidagi Zomin ko'chasi, Osiyo, Guliston, Bastakor kabi ko'chalar, Chinor ko'chalarini tutashtiruvchi Bog' Shamol ko'chalari uchun asfalt qoplamasi yotqizish bo'yicha loyihada g'olib deb topilganda 9 million so'm pul mablag'lari ajratilgan. Hozirgi kunda ushbu ajratilgan mablag'lar yetarli bo'lmaganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi bilan shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish respublika markazi Sirdaryo viloyat boshqarmasining xatiga asosan va yilma ekspert xulosasiga asosan buyurtmachi uchun yana 218 million so'm miqdorida ushbu xarajatlarni amalga oshirish, qurilish montaj ishlarini amalga oshirish tugatish uchun 218 million so'm miqdorida qo'shimcha mablag' ajratish taklifini kiritmoqchimiz. Bundan tashqari
2025-yilni 3-chorak yakunlari bo'yicha daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qism mablag'lari hisobidan tegishli tartibga asosan 30%ni fuqarolik tashabbusli jamg'armasi mablag'lariga o'tkazish belgilab qo'yilgan. Shunga asosan 2025-yil 3-chorakda daromadlarni oshirib bajarilgan qismimiz 1,98 milliard so'm pul mablag'ini tashkil qilgan. Shuni 30%, ya'ni 329,700,000 so'm miqdorida pul mablag'larini ushbu jamg'armaga o'tkazish taklifini kiritmoqchimiz. Bugungi kun tartibidagi ikkinchi masalamiz shu edi. Endi uchinchi masala shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari, ya'ni 2025-yil 3-chorak bo'yicha daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi mablag'lari hisobidan bir qancha shaharning ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha xarajatlarga yo'naltirish takliflarini bermoqchiman. Xususan shahar hokimligiga hokimlikning rasmiy veb-saytini mukammal ishlashi, axborot xabarlari va boshqa rasmiy hujjatlar o'z vaqtida joylab borish uchun davlat axborotlar tizimlarini yaratish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha yagona operator Uzinfocom MChJ uchun 10,800,000 so'm miqdorida, shahar hokimligi zaxirasidagi davlat raqami 277A bo'lgan avtomashinaning ehtiyot qismlari uchun 10 million so'm miqdorida, shahar obodonlashtirish boshqarmasiga shahardagi Janubiy Mirzacho'l kanali bo'yida drayver loyiha sifatida tanlangan va aholi dam olish uchun 1000 dona manzarali gul ko'chatlari ekish uchun 15 million so'm miqdorida pul mablag'larini ajratish bo'yicha, shahar hokimligiga 1-oktyabr ustoz murabbiylar kuni munosabati bilan maktabgacha maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktablarida ko'p yillik mehnat qilgan hamda yosh avlodni tarbiyalashda o'zining munosib hissasini qo'shgan 9 nafar ustoz va murabbiylar hamda 1-darajali mehnat faxriysi ko'krak nishoni sohibi Yuksalish mahallasida istiqomat qiluvchi Tursunbek Rahmonovning 90 yoshlik yubileyini taqdirlash uchun va shahar hokimligi buyurtmasi asosan stend va bannerlar tayyorlash, reklama mahsulotlari uchun 42 million so'm va 13 noyabr xalqaro ko'z ojizlar kuni, 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan shaharda istiqomat qiluvchi 40 nafar ko'z ojizlar jamiyati a'zolarini turli xil oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlab berish uchun 6 million so'm pul mablag'larini kabi xarajatlarni amalga oshirish uchun shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalaridan takliflarini kiritmoqchimiz. Ruxsat bersalar. Birinchi savol. Birinchi masalada jismoniy shaxslardan asosiy daromad qismi jismoniy shaxslardan noyob tushunadi. Qaysi soliq solig'lari? Daromad solig'i, podоход налог deydi-ku. Shart daromad. Shart daromad. Ikkinchi, o'tgan safar 40 million so'm rad etildi. Endi bu bitta gaplar to'xtamaydi. Bo'ldi, buni taklifini kiritamiz. Kerak edi. Keyin Tursunbek o'tkazadi tasdiq. Yo'q, Tursunbek Rahmonov yo'q. Unda faqat o'qituvchilar bayram deymiz. bayram tadbirlari uchun. Yo'q, pullar o'qituvchilarga adashmasam o'tgan sessiyada 40 million o'qituvchilar murabbiylar kuni nishonlash bo'yicha xarajatlar edi. O'sha xarajatlarni yoyilmasini belgilar degan taklifini kiritdingizlar. Bu Tursunbek Rahmonov yo'q dedi. Yo'q, umumiy xarajat ichida. Bu yerda boshqa yana hammasi. Boshqa 9 nafar o'qituvchilarni rag'batlantirishgan. Bitta savol borda. Yovvoyi mushuklar ko'payib bizda 4-miktarda Turkiya ko'payib ketdi-da. Xonadonlargacha o'zimizda xonadonlarimizgacha. Biz zaiflikni chaqirganimizda har bir ko'chalardan berganda boya akalismi ko'p kishi borganda Ravshan akam borganda u bechorada ayni peshkom qilmaganlarda yetinadan bo'limiga pul o'tkazilmaydi. Mana har safar masalan siz shu hisobot berganingizda yetinadan bo'limiga qo'shiladi. Biz o'qishga aytamiz, nimada sizlarga pul o'tkaziladi desak, yo'q demaydi bizga. To'g'ri, bu Karmanjandan olyapman deydi. Keyin qo'shimcha biz o'zimiz beramizda. o'zi
sal murojaat noto'g'ri bo'libdida, u o'sha ko'chada qarovsiz hayvonlarga qarash vakolati u veterinariya bo'limida emas, obodonlashtirish bo'limida o'sha qarovsiz hayvonlarni bartaraf qilish bo'yicha bir alohida bo'lim bor. Bu yerda bir bo'lim boshlig'i ikkita ovchi shtati ham bor. Lekin o'shanda veterinar bo'limidan dori bermaylik bizga deydi-da. Dorilatish uchun. Yo'q, uni dorilatishni veterinariyadan berilmaydi, o'zini byudjetidan har yili shu vaksinatsiyasiga pul qo'yiladi. Buyurtma bor kerak bo'lsa, ikkita ovchi shtati, bitta bo'lim boshlig'i bor. O'sha inom akalar ishlaydigan. Undan tashqari yana ma'lumot o'rnida viloyat hokimining tashabbusi bilan viloyat kengashining qaroriga asosan 360 million so'm miqdorida viloyat kengashidan pul mablag'lari berildi. Aynan o'sha pitomnik deydi, o'sha daydi itlar, daydi hayvonlarni saqlash, ushlab turish uchun joyi va sun'iy ishda qurilyapti. Buning masalasi bartaraf qilinadi. Endi uni rahbariyat bilan o'zlari muhokama qilish kerak. Yo'q, yuksalishimiz katta Doniyorni orqasidan Doniyor kechagi safar ekologiyaning kimni qaytardi? Soliq qaytardi. Ha. Hozir siz taklifingiz bilan hammasi tasdiqladi. Nima soliq bu safar qatnashdi? Ya'ni o'zining o'sha oxirigacha to'g'rilab kelgan hisoboti bilan nimaga qatnashmaydi? Nega chaqirtirmagansiz? Oxirida aytmoqchiydi bundan so'ng. Endi hozir markaziy ta'lim emasdi, keyin xalqaro bozor bo'yicha ma'lumot. Ma'ruzachini hisobotlar yozini qo'shimcha tariqasida tasdiqlash mana shu kabi ustozlarni taqdirlashlarga ko'p nafar ustozlarga resours bizni maktabimizda bo'lib o'tish kechani bitta taklifim sizga nafar o'zi ojiz jamiyatini himoyaga sog'lom shu iltimos bo'ladi sizdan shunday bilan tanishsin. Endi sharoitidan kelib chiqib, shunga muhtojligi yuqoriroq bo'lgan odamlarni o'zlari qisqacharoq ro'yxat shakllantirgan bo'lishi kerak. Baxtiyor akam o'zi shakllantiradi, ijtimoiy bo'limga, ijtimoiy soha bo'yicha kuratorga ta'lim qiladi, o'shalar taklifini kiritganda tushunarli nazorat qilamiz. Yaxshi, qanaqa nazarda 6 million 150 million tushadi. Shu yerda bir ovozdan faqatgina e'tiroz. Ijarachilar, ijaradagi turganlar ko'proq jinoyat qilyapti. Biz buni haqiqiy emasini topamiz. Bir yildan beri ko'taramiz. Lekin ular shartnoma qilmagan, tomonlama degan o'sha ko'p masalani shu yetilib qiynalib ko'tadi. Shu masalani ham so'roq bilan ishlashimiz kerakki, rostdan ijarada turadigan fuqarolarni shu tomonlama shartnoma qilishga nima ishlar amalga oshiryapti soliq o'zi tomonidan. Yetilib ko'paytiramiz o'rnida.
Lekin uni vazifasi emas. Sababini Kecha savolni qabul qilmadiki, men shu masalani ko'tardim. Shu so'rovnoma chiqargandim. Nima bo'ldi? Keyin shuni deputatlar qoldirdi. Doim keyingi safarga hozir uni chaqirishlaringiz aytib, bu hozir hokimiyatga e'tirozda. Endi sizlar hozir bitta nima kengash so'rovini tayyorlanglarda, shunda so'rovni jo'natinglar soliqqa. Mana o'sha aytgan gaplarga unda qo'shish kerak. O'zimiz saylangan mahallada ishtirok etdik. Shu masala bizni ham bo'ladi. Ko'tarib tumanni hamma mahallada bo'ladi. Ishlaydi. Tumanlarda ishlaganliklar yangi shaharda. Jinoyatchilik sodir etadi. Bu yana yangi bo'lib o'rtada. Yana yangi qo'shib ketaveradi. Shuning uchun soliq mana shu narsa bo'yicha haqiqatda ishlamayapti. Hali bularni hamki 90% soliqdan o'tmagan. Yo'q, o'tmagan hududda u chunki hozir o'tayotgan bo'lishi bilan nima edi? Qo'shimcha pul olish uchun o'tish kerak. kompensatsiya olish ijara shartnomasi tuzilmasa to'lab berilmaydi. To'lab berilmaydi. Ularni shu narsani tushunmagan. Sizlarda mana bizning mahallamizda yashayotganlar bormi? Ular o'sha xonadon bekasidan tuzmagan shaxslar. Soliqchiga kirgan shuni qilgan desalar, men qila olmayman. Birinchi belgilar xonadon bekasi. zainteresovan etsa talaba bo'lishi kerak. Talabaga to'lanadigan pulni 60% atrofida kompensatsiya 165 ming bizda to'lanadi. Talaba harakat qilsa faqat. Yana davoman shu ularga mas'ul hisobnoma. Boyaganimizda rahmat prokuror shunchalik harakat qilib, masalan shu 2020-yildagi tozalik bo'yicha shuncha ma'lumotlarni olishdi, lekin buncha soliqni o'ziga turadi. Biz yana bitta nima taklif bo'ladi, shu nechta xalq fuqarolar nechta fuqaro mana shu masalada to'qnashgan mana shunaqa. Shaxsan men o'zim va meni ishxonamda ham bor edi. Ular haligacha kelib eshik taqilayapti. Qazingiz bor. Bu yerda odamni sagini nafsonatiga ham keladigan narsa bo'lyapti. Shu ro'yxatni ko'rsatsin. Mani talabim nechta yangi shaharda nechta fuqaromiz mana shu masalada muammosi bor. To'lagan, lekin bugungi kunda platformadan o'tmayapti. Sababi soliqni o'zi shaharni 2020-yildagi bir qarzdorligi uchun nima uchun 2025-yilda 1 yilligini yopgan fuqaro u uchun aziyat chekdi. Odam uyaladida eshigingizni tagiga soliqchi ikkitasi pappasini ko'tarib kelsa, masalan, qo'shnilar uyalayapti. Shu narsani ro'yxatini olib kelsinda, soliq bizga aytsin, mana kimniki shunday muammosi bor. Shu muammo bilan nima qilib kurashyapti ular? Qachongacha bu cho'ziladi? To'lab turavering, baribir yopiladi. Mana to'lab turavering, sud bo'ladi. Shuni soliqni ko'taradi. O'sha sudga murojaat qilish kerak. Birinchi sudga murojaat Yo'q, sudga murojaat qilolmaysiz. Mana bunday gaplashdi. Sudga murojaat etolmaydi, chunki bu fuqaroni o'zi bilan bog'liq emas. Bu soliq qo'mitasi o'zimiz sudga beramiz gapida ular. Lekin mana shu soliqdan platformasini o'zini gaplashib bizga sal tushuncha bersin, biz qolganiga yoyaylik. Yordam bo'ladi. Platformada lekin o'lib ketganlar bor. mana shu masala bo'yicha hozirgi Yuksalish mahallasida 80% soliq himoya qilish 80% aniqlanyapti. Bu 21-yil oshib ketgan platforma. 80%. Bu shaharning shahar bo'yicha 80% bo'lishi mumkin. Ro'yxat olinishi kerak, pulda bo'lishi kerak. Ular o'sha yetkilik tasasini ko'rsatyapti, men ko'ryapman. Shu aytadi, soliqchilik javob berdi.
Lekin mulk o'zbekiston ma'muriyati shu narsa rejalari bormi? Bor. Endi savol bo'ladi. Byudjetda doim ko'ramizda yangi shaharda eng katta joylar. Shunga boshqa tumanlarda 7 million puldan atrofida ketadi. Agar o'sha paytlarda hozirgi bo'lganda kelajak boshqa hozir bunda minbatlar boshqa tumanlarda hozir to'rt shaharda ekanligini boshlaydi. 62 ming birinchi savolingizga haqiqatdan o'sha xorijdan kelib mehnat faoliyatini yuritayotgan o'qituvchi uchun ijara to'lovlarini amalga oshirish bo'yicha taklif kiritilgan ijtimoiy bo'limda ham uni rahbariyat bilan kelishib o'sha hozir endi pulimiz chegaralangan, har doim shunday bo'ladi-ku, mablag' chegaralangan, lekin ehtiyojlar cheksiz. Bundan kelib chiqib uni ham taklifini kiritamiz. Uni ham keyingi sessiyada muhokama qilamiz shu masalani. Keyingi sessiyada muhokama qilamiz, rahbarlar bilan gaplashaman. Endi ikkinchi masala o'quv byudjet masalasida to'g'ri, haqiqatdan boshqa hududlarga nisbatan bizda sal kamroq beriladi. Sababi umumiy byudjetimiz ham xarajatimiz doirasida kelib chiqib boshqa hududga nisbatan kamroq. Aytaylik, Boyovut tumanida 48 ta maktab bo'lsa, 12 ta maktab faoliyat yurityapti. Aholi soni ularda 140 ming, bizda endi 50 mingga boryapti. O'shandan kelib chiqib bo'lingan. Lekin bu uchun ham yechim bo'lgan. 455-sonli qaror chiqqan, xabarlaring bo'lsa 2024-yil oxirida 10-11 sonli qaror bilan 2025-yil mahalliy byudjetni parametrlari tasdiqlangan. O'shani shu qarorni qonunni amalga oshirish uchun prezident qaror chiqqan 455-son. O'sha qarorda aynan ko'rsatib o'tib ketgan o'sha bazaviy hisoblash miqdorining har bitta loyiha 2000 baravari kamida bitta hududdan 10 ta loyiha yutish kerak degan taklif kiritilgan. Shu hisob kitob bo'yicha 2026-yilda hozir ko'zlab turibmiz, endi aynan bo'ladi shunday deb ayta olmayman, lekin planimiz bo'yicha 16 milliard 480 million so'm o'quv byudjetiga mablag' ajratilishi ko'zda tutiladi. Ya'ni ikkita mavsumga yillik. Bu o'tgan yillarga nisbatan 3 karraga ko'p. O'tgan yil 6 milliard 700 million bo'lsa, endi 16 milliard pul mablag' ajratilyapti. Deyarli 3 marotaba ko'p. Shu mablag' bilan ancha ishlarni amalga oshirib olsak bo'ladi, shaharni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish uchun. Endi yana uchinchi savolingiz, mening maktabim dasturi bo'yicha to'g'ri, har bitta maktabga teng taqsimot miqdorida pul mablag'lari ajratib berildi. Ushbu mablag'lar o'sha maktabni o'zini ehtiyojidan kelib chiqib kerakli xarajatlarga amalga oshiriladi. Adashmasam yuqori sinflar o'rtasida so'rov o'tkaziladi. O'sha yuqori sinflar bergan taklifga asosan ko'proq sotib olish bilan bog'liq maktabda ehtiyojlari qondirish uchun yo'naltiriladi, boshqa joy uchun ketmaydi. Endi hozir 26-yil uchun byudjet parametrlari hali kelgani yo'q. Hali agar byudjet parametri keladigan bo'lsa, uni ham biz deputatlar kengash qarori bilan tasdiqlaymiz. Ana shunda taklifni kiritaman. Aynan qaysi sohaga qancha mablag' ajratilishi bo'yicha. Mening bu dastur platforma ishlash arafasida ishlaganda xabardor qiladi xodimlarimiz. Manbasi aniq, yil boshida rejalashtirganmiz. 662 million so'm miqdorida yil boshidan aniqlab rejalashtirib qo'yilgan. Endi faqat o'sha dastur bilan bo'lgan bog'liq masalalar yechiladigan bo'lsa, ovoz berish yakunlari bo'yicha kassasi amalga oshiriladi. Yildan o'tib ketmaydi, bu yil bo'ladi bu narsa. Savollar bo'lmasa qaror loyihasi tasdiqlangan. Faqatgina tasdiq berishga hozir qarshilar yo'q. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibida barcha masalalarni ko'rdik. Sessiya oldi borish yuzasidan boshqa takliflar mulohazalar bor. Yo'q bo'lsa, shu bilan xalq deputatlari shahar kengashining navbatdagi 19 sessiyasini yopiq qilgan